Kim? Do'stim, assalomu alaykum. Ya, assalomu alaykum. Yaxshimi? Salomlar. Masalar yaxshimi? Hech bo'lganda nima yurish? Uzr, ozgina qiyinchilik, muammo bo'lib qoldi. Puldan yordam berib tursangchi. Qancha nimaga kerak do'stim? Tinchlikmi? $300 kerak, boshdan to'lov kelib qoldi. Xo'sh. Shuni to'lashga Hozir yordam men berib seni tursang. hozir. Do'stim $300. Agar yetmasa ayt, yana bor, Yo'q, beraman. yo'q, yetadi jigarim, rahmat. Yetadi. Do'stim, Tez orada qaytaraman jigarim. Rahmat. O'zing ehtiyot. Xo'p, rahmat. Do'stim, assalomu alaykum. Chachimiz bezda qildim. Mashinangizni kalitini berib bering do'stim. Shuni ayolim bansiga olib bering. Sirri ishni. Rahmat, xo'p. Boshqa? Yo'q, bo'ldi. Xo'p. Assalomu alaykum do'stim. Assalomu alaykum do'stim, tinchmi? Yaxshi. Jigarim iltimos ketdi deb joyga olgan. Vashti katta ishga qo'shilib qoldim men. Yordam bering. Hozir. Hozir. Ketdi, katta. Do'stim, chachimizdan sollar. Omon, sog'liqlar. Chaqirishdan maqsadlar bitta joyga yig'ishimdan maqsad men nihoyatda katta qarzga kirib qoldim. Yordaminglar kerak. Puldan qanaqasidir muammolar girdobiga kirib qoldim do'stim. Endi pul hammaga kerak-ku, lekin muammo o'zing-ku. O'zing hal qilaver endi. Kun kelib men uchun ham tonglar otadi. Do'stim, siqilma. Hammasi o'tib ketadi. Ozgina sabr qil tur. Ertaga ne bo'lishini Alloh biladi. Sabr. Qachongacha sabr tilaysizlar? Sabr tilash osonda, axir muammo sizlarga bo'lmagandan keyin, to'g'rimi? Men sizlarni qiyomatgacha, oxiratgacha birga bo'ladigan do'st deb o'ylagandim. Adashgan ekanman. Vaqt kelganda sizlarni tupik ko'chalarga kirib bo'lsa ham topib bo'lmaydigan do'st ekansizlar. Do'st tanlashda adashmanglar.